Bizga vazifa qilib litseyni bezash berilgan. 22-raqamli talaba. Ha? Zal sahnasidagi rasmni bir o'zing chizasan. Gap tamom. Ustoz. Sahna juda katta. Shunday katta ishni bir talabaga buyurdingiz. Ha. Bir o'zi chizadi. Bo'lmaydi. Qanday chizishni o'ylab ko'rdingmi? Bilolmadim. Nimani bilolmaysan? Men yordam bermoqchi edim. Tugatasizlarmi, yo'qmi? Axir vaqt ertagacha edi. Xavotir olmang. Ertaga bitiramiz. Sammin. Qayerda yuribsan? Menga yordam bermoqchi eding-ku? Senga havasim kelyapti. Kecha so'ng men hamma ishlarini tashlab 2 do'stini olib litseyingizdagi sahnaga surat chizishga ketgandi. Axir bu ajoyib-ku.